Mana bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugungi ishimizni boshlab oldik. Qani olib keling operator, oling. Mana narxlari bilan, mana choylarimizni hammasini narxlar bilan, do'konimizga hamma narsani narxlar bilan qo'yganmiz. Kelib bemalol xarid qilasizlar. Boshqalarga o'xshab bu qo'yilgan narxi ustidan pul olmaymiz biz. Shu yozilgan narxdan hisoblaymiz, yana tushib berish imkoniyatlar bor, xudo xolisa bizda. Bemalol kelib xarid qilib, xohlagan narsalarni olib, bemalol uyi ro'zg'orlikni qilib ketaverasizlar. Spesiallarni ham olib ko'rsanglar, shu 30 yillik bozorda ishlagan tajribamiz, kimda nima arzon, bozorda qattiq nima arzon, qattiq kim sifatli mol sotadi, hammasini tushunmagan joyingiz bo'lsa, tushuntirib, qatdan olishingiz kerakligini ko'rsatamiz. Uydagilar qilib bergan spiska bilan kelaversanglar, xudo xolisa, mana pavilonlarimiz ham, bozorimiz ham ta'mirlar tugab qoldi. Hamma yoq top-toza, salqin. Kelib bemalol bozor qilib ketaverasizlar. Ketaverasizlar, kutamiz.